Yarmarka bu hammamiz uchun ham yangi yil bayrami deganda ko'z oldimizga to'kin dasturxon, farzandlaringiz bilan yaxshi kayfiyat ko'z oldimizga keladi. Bugun mana shu Qo'qon shahar hokimimiz tashabbuslari bilan O'rda maydonida, shahrimizning mana O'rda maydonida oziq-ovqat va turli bir sanoat mahsulotlarining yarmarkasi o'tkazilyapti. Albatta arzonlashtirilgan, butun xalqimiz mana shu chiqib mana o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishyapti. Bozor narxidan 20-30% gacha arzonlashtirilgan. Buning uchun xalqimizning kayfiyati bugun a'lo. Men o'zim mana guvoh bo'lyapman shu O'rda maydonimizda yarmarkada ishtirok etib. Biz ham Mingtup mahalla fuqarolari yig'ini bunga chetda qarab turmadik. Hokimimiz tashabbuslariga biz ham labbay deb javob berib, bugun hududimizda faoliyat ko'rsatgan Muqimiy Fayz fermer xo'jaligi tomonidan arzonlashtirilgan go'sht va go'sht mahsulotlarini mana shu xaridini betga tashkil qilganmiz. Mana xalqimiz arzon go'shtlarimizni, sifatli go'shtlarni xarid qilishyapti. Kelgusida albatta yangi yilimizda ham hammamiz xonadonimizda to'kin dasturxonchilik bo'lsin. O'ylagan hammani talab maqsadlariga erishsinlar. Xursandchilik, yaxshi kunlar bo'lsin. Shahrimizdagi bunday xalqimizdagi kayfiyat hech qachon tark etmasin.